Jiga bugun avtocentr avtosaloniga kelganmiz. Sergelida joylashgan. Ichkariga kiramiz. Hozir nima mashinalar bor va qanaqa narxlarda hammasini ochuvchasiga ko'ramiz. Videoni oxirigacha ko'ring, sizga albatta qiziq bo'ladi. Ketdik. Juda neobычный mashinalar bor ekan. Именно shu avtosalon rosa hozir trendda. Juda ko'pchilik biladi o'zi. Mashina olmoqchi bo'lganligi nima variant bo'lsa qilib berishyapti. Men reklamasini olmaganman. Primoy kelyapmiz. Meni kelayotganimni hech kim bilmaydi даже. Nammi brendidan neobычный Spark'ga o'xshagan elektroma bilmayman, hozir tanishamiz, uni ham ko'ramiz, ketdik. Ichkarini bitta ko'ringlar, kiringlar. Videoni saqlantirib qo'yinglar faqat. Voy. Ichkariga ekan, assalomu alaykum. Hormaylar, salomatmisizlar? Tuzukmisizlar? Bekitog'a avtodamiz aka. Bitta menejer biz bilan bog'lab bera olasizmi? Assalomu alaykum, hormaylar, salomatmisizlar? Tuzukmisizlar? Bekitog'a avtodamiz, aka. Ochuvdan ochuv narx-navo bilan hammani tanishtirmoqchimiz. Nima mashinalar bor, qanaqa narxlarda iloji bo'lsa bitta tanishtirib chiqasiz, maylimi? Vaqtingiz olmaymizmi ko'p? Nashpetlichkani taqib olasiz faqat. Mana, qayerdan boshlaymiz? Farqi yo'q, sizga qaysi mashina kerak? Xo'p, Aykarlarni ko'rganmiz. Sven G0 bu. Hozirda bizda yaxshi ketayotgan Besson T77. Besson T77 full pozitsiyasi bu premium pozitsiyasi. Buni farqi 360 kamerasi yo'qligida. Buni qarang, bunda 360 kamera yo'q, zadniy kamerasi bor. Narxlari keladigan bo'lsak, 266 millionga 271 million. 271 million, 266 million. Ha, bular farqi 360 kamerada bo'lyapti. Ha, bularda pozitsiyasi qanday? Hammasi bir benzinli mashina, 1.5 turbina, 169 ot kuchi, Toyota bilan hamkorlikda ishlangan, передний приводлari bor, lyuk panoramalari bor, FAV kompaniyasi bilan hamkorlikda ishlangan bu mashina. Hozir buni ikki xil to'lov bilan olsangiz bo'ladi. Naqd yoki avtokredit, yana bitta to'lov turi рассрочкamiz bor. Рассрочкаga mashina narxiga foiz bo'lmaydi, ustama qo'yiladi. Mashina narxi 305 million bo'ladi. Bu endi 25% to'lov qilsangiz 1 yil olasiz. Agar 50% to'lov qiladigan bo'lsangiz 24 oyga bo'lib to'lasangiz bo'ladi, lekin foizsiz, lekin mashina narxi naqdday holatdan farq qiladi. Tushunarli. Shunday. Hozirda ko'rib turganingizda olsangiz bo'ladi, nalichida bor. Tak. Yaxshi, yumshoq mashina haydab ko'rganman. Meni yaqinlarim olgan bu именно mana shu avtomobildan. Rosa yumshoq, maslahat beraman. Benzinni hali unutib yormaganlar bo'lsa, benzin haydayman deydiganlar bo'lsa, maslahat beraman. Elektr nima maslahat berasiz? Mana misol uchun Dongfeng 008. Dongfeng 008 bu nima pozitsiyasi? Birinchi kelgan partiyasi, bir dona qolgan. Buni sizga hozir ultra full bor, nar tarafda. Uniki diskali bo'ladi. Bu kalpaklik mana bu. Yonida kirlosa kamerasi yo'q. Xo'p, buni narxi 318 million, ultraniki 417 million. Endi bular generatorli elektromobil последний hisoblanadi. Gibridlarning ham turlari bor. Balon razmerlari 21, baki 51 litr bo'ladi. 92-95, 1.5 turbina generator sifatida ishlab beradi. Общий пробеги 1200 ko'rsatgan, elektrda 200 km ko'rsatgan. Endi bu CLTC bilan WLTP degan o'lchov birligi bor. Agar haydab ko'rgan, tanishlaringiz bo'ladigan bo'lsa, ikki xil o'lchov birligi. Realniy yurishi 200 ko'rsatgani 150 atrofida yurib beradi. To'g'ri. 3-4 litr 100 ga ko'rsatadi. Ko'pchilik uni shahar ichida tasavvur qiladi. Shahar ichida maksimum 5-6 litrgacha yeydi. Shunday. Bunda masaj yo'q, ultrasida masaj bor. Ikkita oldida. Oddiy pozitsiyasi 7 ta o'rindiqli. 6 tayyorli bo'ladi, kapitanskiy bo'ladi. Televizorlari, bizda qiladigan bonuslarimiz nima? 3 yil yoki 100 ming garantiya beriladi. Defektli holat bo'lgan taqdirda motoriga, elektronik korobkasiga bunga biz bonus qo'shib beramiz, poli qo'shib beramiz, 7 kW zaryadchik и под номер qo'shib beramiz. Zo'r, lekin bizda ko'pchilik garantiya deganda tushunmaydi. Xitoyning o'zidan do'st bor bularda. Masalan, bor funksiyasi monitordan boshqariladigan bo'lsa, bunga kod jo'natiladi. Bizda o'z mutaxassislarimiz bor. Zavodda masalan ishingiz hal bo'lib ketadi. Boshqa joyga borsangiz, men unga bor, bunga bor bo'lmaydi. Tushundim. Xo'p, endi qarang aka. Bizga Aykarni tanishtiring iloji bo'lsa. Aykar 207. Bu polniy elektri. Ha, bu to'liq elektromobil hisoblanadi. Bu Aykarimiz seriyadan subbrend bo'lingan, Cherry 207 hisoblanadi. Hop, elektromobilligi 512 kilometrli, 67 kilovatlik akkumulyator bilan jihozlangan, temir fosfatli.
Bunda real yurib berish probegi hozir O'zbekiston sharoitida takdirda 400-350 atrofida yurib beradi. 450. Ha, chunki 450 yurib bersa ham zo'r, lekin avvalambor qo'shnilarim yurishda imенно shundan haydayapti. haydovchining o'ziga bog'liq. Ikki xil, masalan, svetoforda ko'pchilik buksovat qilib haydaydi, bor energiyani olib qo'yadi. Keyin buniki temir fosfati bo'lgan hisobiga o'zi isitadi, sovutadi. O'sha hisobiga ham aytilgan probeg sal kamroq yuradi. Litium batareyka emasda. Hop, buning funksiyalariga keladigan bo'lsak, 540 kameralari, kapotda bagajlari bor, massaj atamankalari bor, orqa o'rindiqda podogreflarimiz bor, rulda podogreflar bor, video registrator bor, lyuk panoramalari bor. Bunda hozir nalichada panorama lyuk ochiladigan. Albatta. Buni keyin yaxshi taraflari ko'pchilikda keladigan Xitoy mashinalarida diskasi pergonroq diska bo'ladi, pergon diska. Buniki diskasi o'ziniki yaxshi. 20 lik razmer, pastli zadniy budish hisoblanadi, orqa. Orqa tortadi. Ha. Tushunarli. Narxini qancha dedingiz? Buni narxi 376 million. 50% to'lasangiz yoki 60% to'lasangiz, qolganini banksiz o'zini pulini bo'lib to'lasangiz bo'ladi. Salon o'zida nomingizga notarius olib-sotib olasiz, qolganini 24 yoki 30 oy, 36 oyga bo'lib to'lasangiz bo'ladi. To'lov turingizga qarab. Agar xohlasangiz naqd olsangiz 330 millionlar qilib beramiz. Tushundim. Endi bitta savol qarang. Agarda Bekitog'a avtoni bizani nomimizdan agar bu kim keladigan bo'lsa ko'rib, qanaqadir yana chegirmalar yoki nimadir qilib bera olasizlarmi yana? Buni shu odamlar misol uchun mana bizani ko'ryapti. Kelaversin, bu yerda rahbar bilan uchrashtiramiz. Agar naqdga oladigan bo'lsa, yana bir ikki o'tib beramiz. Siz orqali keladigan bo'lsa. Sizlar kelinglar, Bekitog'a avtoni nomidan biz istaylik, xudo xolisa. Cho'tki chegirma yoki nimadir bonus qilib berishadi. Boshqa variantlar ham bor. Kelsa, mana bu yerda avtomobilimiz juda ko'p. Boshqa joyga o'xshagan avtosalonda bitta brend o'zi emasda. Dongfeng, Bestun bor, Aykarlarimiz bor va har xil modellarimiz. Hozirgina bir ikkita mashinalarni ko'rsating bizga. Yuring. To'g'risini aytsam, mashina variantlarida sal ko'proq bo'lganini hisobiga birinchi bo'lib sizlarga kirdi. Hozir zo'r qilaylik. Misol, mana mejimiz bor. Aylis. Dongfeng Aylis L6 mej hisoblanadi. Bu benzinli model, 1.5 turbina, 204 kuchiga ega. Narxiga keladigan bo'lsak, byudjetniroq variant. O'zingiz chaman necha pul bera olasiz shunga? Xo'sh, endi ko'chada yurgan narxlar taxminan 25 million oralig'i bo'lsa kerak. 300 millionga yaqin, to'g'rimi? Shuni 286 million. 1.5 turbina, 204 kuchiga ega. O'sha hozir sizga kerak bo'ladigan hamma komforti bor. 360 kamerali, lyuk panorama, adaptiv cruise kontrollari, ABS sistemalari bor. Zo'r. Motori Nissan bilan hamkorlikda ishlangan. Salonlarni ko'rishingiz mumkin bemalol keyin. O'sha siz hozir masalan bitta misol keltiradigan bo'lsak, Tracker eng full pozitsiyasi 282 million bo'ladigan bo'lsa ham, o'sha Trackerdan yaxshiroq funksiyalari ko'proq. Salonlari ham chiroyli ekan, lekin yaxshi mashina. Salonlarni ko'rsatsangiz bo'ladi. Juda chiroyli. Qani, keling bitta ko'rsataylik salonlarni. Mana. Vertikalning katta panoram monitor bor ekan, multirul, bar, yaxshi reflektorlar Urusdan olingan. Shunaqa ekan, Urusdan olingan. Bagajlar elektronik bor, shtorkalari yopilar ekan, sportivniy sideniyalar, elektr paket ekan. Orqa mono qo'shlari, orqasi mana. Bagaj ham knopkada. Albatta, elektronik. Buni yotqizib qo'ysangiz ham bo'ladi, bemalol. Joyiga ham keng bo'ladi. Zapaskasi, ключlar. Gap yo'q lekin, zapaskasi ham bo'lar ekan buni lekin. Yaxshi. Undan keyingisi, buni nastroykasi ruscha. Bu imенно O'zbekiston uchun chiqarilgan mashinami deyman? Chunki ko'p elektrlarda yoki ko'p Xitoy mashinalarida zapaska hali yo'q chiqmayapti unaqa. Yo'q, o'zi ko'p emas. Gibrid keyin elektr modellarda zapaska bo'lmaydi. Gibrid offroadchi modellarda bo'ladi. Chunki ularda elektromobilda baribir bu benzinliklarda zapaska bo'lgan sabablar ortiqcha ko'proq buksovat qila oladi, ko'proq yurish uchun. Endi Shine GS modelimiz bu. Dongfeng Aylis Shine GS. Bu 280 million dedingiz. 286 million. Bo'ldi, tushundim. Bu 232 million 410 ming. Bu universal kuzov turiga kiradi. Hatchback. O'rindiqlarimizda podogreflari bor, rulda podogreflari bor. Keyin lyuk panorama. Zadniy kamera bor, 360 kamerasi yo'q. Narxi byudjetni 232 millionga arziydi. ABS sistemalari bemalol. Gap yo'q. Mashina chiroyli ekan, kombinatsiya qilingan ekan, qora bilan apelsin rang.
Bagajni Mashina o'zi ham juda ham chiroyli turibdi. Buni keyin yana bitta zo'r tarafini aytay sizga. Endi to'g'ri bu rushnoy. Buni motori turbina emas, atmosferni. 5 atmosferni 116 ta kuchi bor. Yaxshi keng bagaj bor ekan. Metan propon qo'yib olsa bo'ladi. Avvalambor garantiyadan chiqib ketadi lekin. Endi garantiyani shu proponchi va metanchilar beradi. Afsus buni. Knopka emas ekan faqat bu, qo'lingizda bunaqa qilib akkuratni yopib qo'yaverasizlar, lekin yopilishi cho'tki ekan. Mashina sportivniy ko'rinishda, night paket bo'ldi bu. Nima? Night paket. Ha, yangi. Dongfeng yana bir sedan varianti, Shine bor. Bu 1.5 atmosferni 123 ta ot kuchiga ega 6 bosqichli robot korobka hisoblanadi. O'rindiqlarimizni, podogreflarimiz bor, lyuki bo'ladi. 360 kamerasi bor buni yaxshi taraflaridan. Keyin yana bitta sizga ko'pchilik aytaman. Buni orqaniki mana barabanni ko'rayotgan bo'lsangiz, ko'ryapsiz, xuddi Gentra'nikiga o'xshagan. Kobaltga o'xshab oldi emas. Hozir sizga keyin bagajni ham ko'rsataman ichini, kengligini. Yaxshi. Men orqasini ham salonni ko'raylik qani. Sportivniy sideniyalar ekan. Chiroyli ranglar bilan kombinatsiya qilingan, yaxshi. Mana orqada turgan spoileri va zavodskiy o'ziniki. Ha. Bagaj ham katta ekan buni. Ko'rish mumkin. Mana bu yerda kulishlari и takatkasi bor. Zapaskasi bor. Endi bagajni ham yopgan holatda orqasini ko'rsangiz bo'ladi. Chiroyli, yaxshi. Buni narxi hozirda 220 million skidkada. 220 million skidkada. Yana o't berishadimi? Yo'q, men siz bilan hozir endi taqalgan narxlarni gaplashyapman. Taqalgan narxlar. Shunday. Yaxshi, buni mana oqi bor ekan, bu qorasi. Shunday. Endi bunga navrot qilib qo'yganmiz, tuning qilingan. Diska qo'yib. Yaxshi. Qorasi ham boshqacha ekan. Yana bitta modelimiz bor. Hozirda offroad chakalarimiz sevadigan mashinani eng hozir trendga chiqayotgan mashinamiz 212. Ha. Ko'rishingiz mumkin. Xo'p, buni avtomobilimizni benzinli mashina, 2 turbinali, 238 ta ot kuchiga ega hisoblanadi. Buni 360 kameralari 5 kishilik hisoblanadi. 4X Audi ramaga o'rnatilgan blokrovkali ikkita mus bor bunda. Xo'p, mashinamizga keladigan bo'lsak, rasxodi 100 ga tak 10-12 taga atrofida edi. Shahar ichida yuraman desangiz 12-15 tagacha edi. Ko'rishingiz mumkin salonlari. Salonni elektronik parozlari bor. Saloni lekin gap bo'lishi mumkin emas. Bitta ko'ringlar salonni. Vashcha cho'tki. Nasib qilsin, qani bitta chiqib ko'raman. Bemalol. Bismillah. Yaxshi, multirul, monitor, xo'p, richaklari ham takoy ekan. Monitori ham ruscha. Yaxshi. Gap yo'q lekin panorama двойнойmi yo mana o'zimi? Bitta panorama. Lyukoza aka. Lyukoza. Shunday. Panorama yo'q ekan bunda. Endi asosan offroadchilarda panorama bo'lmaydi, lyuk bo'ladi-da. Gelik haydamoqchi bo'lsanglar, gelik o'rniga lekin zo'r variant ekan, ishoninglar. O'sha vidini o'sha vajohatda beradi, lekin offroadlagan zo'r menimcha. Buni Navrot tuning variantlari ham kelgan, agar qildiraman desa. Oldin burada polni o'zgaradigan, diska qo'ydirsangiz bo'ladi. Zo'r. Orqa salondan o'tirib ko'rsangiz bo'ladi. Ruchkalarigacha bor ekan, u baland deb chiqishga qiynalmaysizlar, ruchkani ushlab chiqib ketaveradi. Keyin buni yana bitta katta fishkasi, mana o'rindig'i bor-ku. Mana shu joy ko'pchilikka yotadi. Buniki yotadi. Ko'pchilikka yotmaydi. Bu endi tikka turadi. Zo'r. O'sha joyi ham bor-da. Zo'r. Orqada svetlarigacha bor. Gap yo'q. Mashina menga yoqdi. Именно shu mashina yoqdi. Zo'r. Paroklar tushib chiqyapti elektronli. Mashinamizning narxi hozirda 438 million. 438 million. Zo'r. Kelib bemalol naqd yo avtokreditga ochib ketsa ham bo'ladi. Endi bitta savol. Bu o'zimizda ishlab chiqarilyaptimi yoki Xitoydan keladimi? Bavram endi Xitoydan keladi. O'zimizda sborka shunaqami? Shunday. Yaxshi, zo'r. Zo'r. Bu bilan ham tanishtirasiz. Bu Nissan Paladin. Bu toza Nissan hisoblanadi. Bu Dongfeng Nissan bozorga, Xitoy bozoriga kirib kelish uchun Dongfengdan birgalikda hamkorlikda ishlangan. Hozir sizga bir narsani ko'rsatib o'tadigan bo'lsam, mana bu yerda logoyida ham Nissan deb yozilgan. Agar kamerani olib keladigan bo'lsangiz, mana shuni bitta ko'rsatib yuboringlar. O'sha Nissan deb yozilgan ekan. Logoyida. mana bu yerda keling yana ko'rsataman. Hamkorlikda ishlangan deyaptilar. Mana bu yerda keling deb bir yozuvlarni bu yoqqa ko'rsatib yuboringlar, keling. Bemalol ishonch hosil qilish uchun-da. Mana birkalari Nissan zavodida ishlab chiqarilgan ekan. Hamkorlikda birgalikda.
Hop, bu 2 turbinali 228 ta ot kuchiga ega 4X Audi hisoblanadi. Orqa salonlari ko'rsatib bo'ladi. 5 tali, 7 tali hisoblanadi. Zo'r. Paroklari o'ziniki zavodskiy. Koji yaxshi sifatli koji ishlatilgan ekan. Orqasi Keng mashina. qaysi mashinani eslatyapti? Voy. Arablar yaxshi ko'radi-yu mashinani. Palisade nima edi? Hop. Qilani Bu yoqqa 3-qatorda o'rnatsangiz ham bo'ladi. Hozir ham oq avtomobilimizda 3-qator o'rnatilgan. Ko'rsangiz ham bo'ladi. zo'r. Bu 5 taligida, masalan. Offroadga yuradigan asosiy. Ruchnoy bu ham. Albatta, Knopka endi emas bular- bagajlari. Bagaj lekin og'ir ekan. Bu oq rangimi xuddi shuni? Shunday. Xuddi shuni oq rangi. Nazartkasi. Buni qo'yavering, mayli. Buni ko'rdik. Narxini qancha? 403 milliondan. 403 million. Yaxshi. Offroadga lekin zo'r. O'zingizlar kelib, живой yana bitta ko'ringlar. Narx-navo bilan bitta Test-revlarimiz ham bor. tanishinglar. Bemalol kelsa, test revlarimiz ham bor, tekin, besplatniy, farqi yo'q. Bo'ldi. Dushanba, juma kunlarigacha soat 9 dan 5 gacha ish kunlari. Zapis qilib yozdirib qo'yiladi. Ha, yo'q, kelsin bo'ldi. Ha, любой moment kelib. Pravas bilan keladi. Test rev qaysi mashinani qildiraman desa, nalichida bor mashinani sizga test rev qilib beramiz. Bo'ldi. Raqamni qoldiramiz biz albatta. Agarda kela olmasanglar ham misol uchun qanaqadir ma'lumot kerak bo'lsa, o'sha raqamlarga qo'ng'iroq qilsanglar bo'ladi bemalol. Dongfenni esa ko'pchilik yaxshi ko'rib haydayapti hozirgi kunda. 008 ni endi yerda ko'rdi. Bu S07 mi? Yo'q, bu Dongfeng Yipay 007 gibrid generator Yipay elektromobil hisoblanadi. Buni ham elektr varianti bor. Elektr varianti 650 km yuradigani, bu gibridi 1200 km yuradigan, tokda 200 km yuradigani. Hop, bu lyuk bo'lmaydi, panorama общий bo'ladi. Sedan liftback hisoblanadi. Ko'pchilik buni sedan deb o'ylaydi. Keyin qarang. Buni yaxshi taraflaridan bittasini sizga keltirib o'tadigan bo'lsak, ko'pchilik Xitoy mashinalarida yo head-up display yoki bitta tablo bo'ladi. Bunda ikkalasi ham bor. Head-up display ham tablo. Yaxshi, bitta ko'rsatinglar mana shu joyini. Bitta ko'rsatinglar mana bismillah. Voy. Faqat sal kichkinalik qildi menga. Sizdan sal tushirarkanmiz. Mana ham head-up display bor, ham monitor bor. Face ID bunda yo'q ekan, katta monitor bor. Keyin buni yaxshi tarafi ham siz o'rindig'ingizda massaji bor. Ha, oldi o'rindig'ida yoki bu yoqda sizni faqat imенно shoperda. Passajirda yo'q. Shoperda massaj Keyin zo'r. bezramishli oynalarimiz, 360 kameralari, Shunaqa. orqa salonlari. Bezramishli yaxshi. Juda keng. Buni o'rindig'i kengligi sababi bitta misol keltiradigan bo'lsak, 180, 195 atrofida odamlar o'tira oladi. Nimaga? O'tirganingizda joy qancha qolyapti? Nimaga? Buni o'rindig'i to'g'ri emas-da, orqasi cho'ktirilgan hisobiga bemalol ko'tarilib turadi bemalol. O'tirish Yaxshi. baki 45 litr bo'ladi, 3 litr 100 ga rasxoti bo'ladi. 92-95. Bagajini bitta ko'ramiz. Bularda motori deyiladi 1.5 atmosferli dvigatel bo'ladi, generator sifatida ishlab beradi. Yaxshi. Balon yamagichi bo'ladi, zapaska bo'lmaydi bularda. Siz aytganingizdek. To'g'ri. Yaxshi. Bu endi ruchnoy ekan-a? Yo'q, elektr paket. Ha, elektron emas, knopka ekan. Endi yangi mashina chiqib ketyapti kundan kunga, o'shacha knopkalarini bir ishlatishni ham odam tushunmay qo'yapti. O'sha borgan sari yengillik chiqib ketyapti. Mashina dizayni bo'yicha yaxshilangan. Haqiqatan ham Narxini aytyapti-ga buni 320 million. 320 million ekan. Bosvoringlar. Elektr varianti 339 million qilib beramiz. Naqd yoki avtokreditga. Agar rassrochka olaman desa, boyagiday foiz bo'lmaydi, ustidan narx qo'yiladi-da, narx o'zgaradi. Buni rassrochkaga olsa bo'ladi. 50% to'lasa 20 to'laydi. Bu avtokreditlarimizda 25% dan bosh to'lovini to'lov qilib 5 yilgacha olsangiz bo'ladi. Yaxshi. Yadovoy ish haqisiz 27% bo'ladi, 25% bo'ladi ish haqi bilan. Endi agar xohlasa klientlarni o'zini tanish banklar bo'lsa, shartnoma beraveramiz. Farqi yo'q. Yaxshi. Foydalaninglar. Qiziq bo'lsa, kelinglar masjidga, ma'qul bo'lsa, ana bemalol xarid qilinglar. Sizlarga ochuvdan ochuv narxlarni tanishtirishga harakat qildik. Xudo xolisa foydali bo'ladi deb o'ylayman. Videoga bitta like bosib qo'yib, mashina olmoqchi bo'lgan yaqininglarga videoni iloji boricha jo'natib qo'ying yoki o'zingiz foydalaning. Agar bizning foydamiz tegan bo'lsa, juda xursand bo'lamiz. Kuzatishda davom etinglar. Sizlar bilan Bek tog'a sog' bo'linglar. Toshkentdagi eng trend, eng ko'pchilik mashina xarid qilayotgan avtosalonga keldik.
primoy sizlarga ochuvdan ochuv narxlarni ko'rsatib obzorni qilib berdim, foydali bo'ldi degan umiddaman. Ana endi sizlarni bitta narsada yordaminglar kerak bo'ladi. Navbatdagi videoda qaysi avtosalonni olib chiqishimizni xohlaysizlar, kommentda bitta yozib ketinglar. Foydali bo'lgan bo'lsa like bosib, tanish bilishinglarga jo'natib, polniy poddershka qilib tashlayveringlar. Sizlar bilan Bekitog avto, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.